Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Demak, kommentariylarda bir iltimos bo'luvdiki, jo'xori, bug'doy, arpani hammasini birga o'stirib ko'rsatib bering. Shuni bir ko'raylik, o'sadimi, o'smaydimi deb. Endi bu meni tajribamda o'tkazganman, albatta Xudo xolasa o'sadi. Endi shuni sizlarga ko'rsatmoqchiman, praktikada qanaqa bo'ladi. Mana yarim kun ivitdik, 1,5 kun demak dimlanib qo'ydi xaltada, boks ichida. Endi mana bugun yoyadigan kun, mana ko'rib olinglar, mana latokka yoydik. Уже ancha unib qolgan, mana ko'ryapsizlarmi, ildizlari chiroyli bo'lib unib mana shunaqa bo'lgan. Endi bundoqda bilinmasligi mumkin. Mana men yaqinroq olib kelaman. Mana talinkaga solib qo'ydim. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bunisi arpa, bunisi jo'xori, mana bu ham nish urgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana uchi oqarib qolgan. Bunisi bug'doy. Mana shu holatda latokka yoydik. 5-6 kundan keyin rezultatni ko'ramiz. Sog' bo'linglar, yaxshilikni ko'rishaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.